Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Andijon viloyati Chaqar mahalla fuqarolar yig'ini 823-sonli kontirdamiz. Kontir maydoni bo'yi 438 ga 335, eni 301 ga 191 ni tashkil qiladi. Maydonda hozirgi kunda sarimsoq piyoz o'simligi mahsuloti yetishtirilmoqda. Maydon ekinlar holati agrotexnik tadbirlar amalga oshirilgan, holati yaxshi. Maydonning ichi yaqinda sug'orilganligi sababli kirishda imkoniyati yo'q, loy. Ushbu kontirda hozirgi kunda 30 ta dehqon xo'jaliklari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Gektaridan 18 tonnadan hosil olish rejalashtirilgan. Jami hosil 144 tonnani tashkil qiladi. Ushbu loyiha Aloqabank bilan hamkorlikda amalga oshirilib kelinmoqda. Bu loyihaga Farovon Texnika lider ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekinlar ekilishi rejalashtirib kelinmoqda. E'tiboringlar uchun rahmat.